Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarim salomatmisizlar? Alloh hammanglarni salomat qilsin. Aziz qarindoshlar, hammamizga ma'lum bo'lganidek, biz shu dunyodagi barcha kitoblarga qaragan vaqtimizda u kitoblarning kirish so'zining shundoq jumla bilan oxirlashganligi bizning diqqatimizni tortadi. Ya'ni avtor o'zining kirish so'zini shundoq jumla bilan oxirlashtirdiki, men bu kitobni tayyorlash jarayonida butun kuchimni chiqargan bo'lsammi, butun tirishchiligimni ko'rsatgan bo'lsammi, ammo bu kitobni hech qanday kamchilikdan, hech qanday sahvanlikdan xoli deyolmayman. Shuning uchun kangri o'qirmanlar agar bu kitobda bir kamchilikni, sahvanlikni, xatolikni ko'rib qolsa, samimiy bir shaklda bizlarga bildirishini va tuzitib o'qishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz degan jumla bilan boshlanadi. Ammo biz bunda qarab boqadigan bo'lsak, dunyoda birdan-bir kitob, ya'ni mana bu ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning muborak kalom bo'lgan Qur'oni Karim boshqacha bir ibora bilan, boshqacha bir bayon bilan boshlanadi. Biz bu Qur'onni qaragan vaqtimizda Sura Fotihadan keyingi Sura Baqaraning tunji oyatlariga qarasak, Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: Estaiz billah, alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fihi, hudal lil muttaqin. Ya'ni alif lam mim. Mana bu kitobda hech qanday shay shubhi yo'q. Mana bu kitob har qanday sahvanlik va nuqsondan xoli. Mana bu kitob taqvodorlarga, ya'ni Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqadigan, Allohga haqiqiy ravishda qulchilik qiladigan kishilarga yetakchi, yo'l ko'rsatuvchi va hidoyat yo'liga boshlovchi bir kitob deydi. Biz nurg'un kitoblarni o'qiyotimiz, nurg'un kitoblar haqida o'ylanayotimiz, tafakkur qilyotimiz. Ammo Qur'oni Karim boshlanishidan butun dunyoga bir maydon o'qiyotadi. Mana nuqtadan qaragan vaqtimizdami, amaliyotda eng dastlabki bizni qiziqtiradigan, eng dastlabda biz o'qiydigan, onun ichidagi haqiqatlardan uchirishga intiladigan bir kitob mana bu Qur'oni Karim bo'lishi kerak edi. Afsus, hozirgi realligimizga qaraydigan bo'lsak, Sharq Turkiston xalqining bara-bara Qur'oni Karimning haqiqatlaridan, mana bu Qur'oni Karimning ichidagi sir asrorlardan, Alloh subhanahu va taolaning bizlardan talab qilayotgan talab taqozolardan yiroqlashib ketayotganligini ko'ryapmiz. To'g'ri, biz arabchani bilmasligimiz, Qur'oni Karimni bevosita o'qib tushunmasligimiz mumkin. Mana bu Qur'oni Karimning ichidagi haqiqatlar bilan bizlarni uchrashtiradigan, buni ona tilimiz bo'yicha bizlarga yetkazadigan ustozlarimizga, ahli ilmlarimizga ehtiyojimiz bor. Mana bu yo'lni ochgan tunji kishi bo'lsa marhum ustozimiz Muhammad Solih Qarojim Qur'oni Karimni, Alloh subhanahu va taolaning bu muborak kalomini tunji qitim Uyg'urchaga tarjima qilib xalqimiz bilan bizni uchrashtirgan bo'ldi. Ammo bu Qur'oni Karimning ichidagi haqiqatlarni tonishtirish xizmati, buni qanga o'xshatsak, buning ichidagi boyliqlarni, sir asrorlarni qizish, buni xalqimizga texim ravon bir shaklda sunish xizmati toki qiyomatgacha davom qiladigan bir xizmat. Bu sababdan kunimizdagi yetuk olim ulamolarimizdan ustozimiz Muhammad Yusuf Qarojim o'zining 21 yillik tinimsiz izlanish va tirishish jarayonida Qur'oni Karimni qaytadan ratlab, buning ichidagi mayli imlo jihatdagi bo'lsin, mayli Uyg'urcha ifodalash jihatdagi bo'lsin, kamchiliklarni texmi mukammal bir ravishda tuzitish, eng muhimi shu hozir chet elda bor bo'lgan bizning ulamolarimizdan maxsus bir tekshirish hay'ati qurib, 2 oyga yaqin shu tutgan tarjima kitobni sahih tafsir kitoblar bilan, mutawatir kitoblar bilan buni silishtirib, tekshirish bir jarayonni boshdan o'tkazgan Uyg'urcha tarjimasini xalqimizga sungan bo'ldi. Shu munosabat bilan ustozimizning bu xizmatini tabriklayman va Alloh subhanahu va taoladan ustozimiz Muhammad Yusuf Qarojimning ilmini ziyoda qilishini va bundan keyingi xizmatlariga texim barakat berishini tilayman. Aziz qarindoshlar, yuqorida deb o'tdim, asla eng avval bizning o'qishimiz, eng avval bizning tafakkur qilishimiz, eng avval bizning nazar diqqatimizni og'dirishimizga tegishli kitob mana bu Qur'oni Karim edi. Ammo bara-bara mana bu kitobdan yiroqlashib ketyapmiz. Oylab shillab bu kitobni qo'limizga ib qo'ymaydigan bir holat davom qilyapti. Ancha-muncha namozlarimizda qiroat qilsakmi, ammo Alloh subhanahu va taolo bu kitobning ichida bizga nima deyapti deb oylab shillab oshmaydigan bir reallik bizning amaliyatimizga aylanayotgan bir jamiyat yashayapmiz. Shuning uchun ustozimizning bu buyuk xizmatining munosabati bilan oldimizda muborak oylar, Ramazon oylari kelyapti. Mana bu kitobning tarjimasi Zaytunburdagi Taklimakan kitobxonasi, Safoko'da Ulamolar birligi har qaysi joylarda bu kitoblar taqdim bo'ldi. Shu ulug' oy, ulug' kunlarda qaytadan shu kitob munosabati bilan bir Qur'oni Karim bilan tanishib chiqsak, qaytadan o'zimizning hayotiga tatbiqlaydigan nuqtalarni tatbiqlab,
Allohning kalomı bilan texim bir yaqin munosabat qursak degan umiddaman. Qur'oni Karimning bu qitimqi tarjimasi boshqa tarjimalarga o'xshamaydigan holatda mayli til jihatda bo'lsin, ifodalash jihatda bo'lsin va buningdan boshqa 20 xil alohidlikni o'ziga mujassamlagan. Shundaqla eng ishonchli tafsirlardan ilib har bir so'zning peshiga u so'zda qanday bir mazmun ifodalanganligi yozilgan bir holatda xalqimizga ko'rkam va sifatli bir shaklda sunilgan bo'ldi. Mushu xizmat tufayli qaytadan bir Qur'onga yuzlanish, Qur'onning ichidagi haqiqatlarning bilan tonishish safarbarligi boshlanishini butun xalqimizdan umid qilaman. Agar qo'liga elish imkoniyati bo'lmagan qarindoshlarimiz bo'lsa, Muhammad Yusuf Qarajibning tor betiga kirsanglar, bosh betda PDF shaklda noyda ko'rkam bir shaklda tor yuzi orqali xalqimizga bu Qur'onning sahifalari ichib etildi. Oxirida ustozimizning bu xizmatini tabriklayman va ilmiga, xizmatlarga texim barakat berishni Alloh subhanahu va taoladan tilayman. Alloh subhanahu va taolo barchamizning hayotimizni mana shu hayot dasturimiz bo'lgan Qur'oni Karimga tatbiqlab yashashni va shu Qur'oni Karim bilan hayotimizni oxirlashtirishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.